hurmatli tadbirkorlar, bir yig'ilib hamma bilan gaplashishni mana shu loyihalarni ham amaliylashtirish tarafida bu tizimni muvaffaqiyat qilamiz, harakat qilamiz imkon qadar. Kiyev kelganda ужин poyezд bo'shyapti. Ya'ni Buxorodan Kiyevga poyezд bo'sh kelyapti. Мы готовы предложить программу, которая позволит остаться на второй день в Киеве. Вода, труба, это наше городское. Eng katta muammo hojatxona muammosi. Rahbarlarni kelishib chiqamiz. Bir oy ichida xohlasa qaror qilsin, bo'lsa yedin hamma ko'chaga tushirsa o'rnatish boshlanadi. O'sha nimalarni Online acquiring service. Visa karta, Mastercard, Union Pay shular bo'yicha bizda birinchi qo'l bo'lmayapmiz-da, har doim ikkinchi qo'l bo'lib qolamiz masalan. O'zbekiston bo'ylab infratuzilma tashkillashtirish. Bizda mana yildan-yilga yangi lokatsiyalar ko'p ochilyapti. Biz o'z ko'zimiz bilan borib, agrar iqtisodiyotni ko'rish. Nizomlar bo'ladigan bo'lsa, o'shani maqsad Qoraqalpog'iston Xorazm turoperatorlaridan birgalikda shu hududdagi turizm obyektlarini birgalikda isloh qilish. В музей Советского приехало в 2025 году всего лишь 184 тысячи. Из них 19 тысяч с лишним, ну, около 20 тысяч – это не туристы, которые специально приехали посмотреть музей. Hozir ikki donasi kelayotgan Toshkentda. Endi bizning muammomiz utilizatsiya muammo. Masalan, bizda shunday holatlar bo'ladi. Turistlarimizni olib kelgan mana bunday tadbir bo'layotgan tuyulishlar. Bizlar qayerdan turist bo'ladi? 30 sotgani 3,5 ming yevroga o'tqazildi. 1500 mingga xalqaro biletga ketgan. Mana Kabada o'rtasida Xivadagi, Ichanqal'dagi va boshqa turizm obyektlaridagi obidalarning o'rtasida reklamli rolikini tayyorladik. Shu tariqa Xivada Xorazmda tarixiy o'zgarishlar bo'lmoqda. Qaysi qatordan, qaysi viloyatdan kelib o'tkazilgan bo'lsa, noma'lumotdan Ichanqal'da Xorazmda ko'rsatishni taqiqlab qo'yishdi. Nima tayinli bo'lsin, qo'shimchalarni tayyorlashga tayyormiz. Amaliyotda